Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun 17-fevral 2026-yil. Mana men o'zimni xolamni qo'yxonasiga keldim. O'zini bu ikkinchi qoraxonasi. Xo'p, bu ikkinchi video bo'ladi. Bu yerda mana molxonani, qo'yxonani tartibi bilan kelib chiqsak, xo'p, bu yerda ham xuddi shunday mana naves 6 metrlik strapellalar qo'yilgan tepada. O'ngga 6 metr, bu yog'i 5 mm, tepada reykalar oddiy. И mana metallический железный shifrlar qo'yilgan. Xo'p, yemlariga kelsak, mana bu yerda sabzi, kepak, makka, bug'doy. Cho'g'ni qaynatib pishirib berar ekanlar. Bu yerda mana hozir hoji bobomiz keldilar, ruxsat oldim syomka qilishga. Xo'p, mana bu yerda ham eshiklar qo'yilgan. Hop, ichi bundag'asi 6 metr ha hoji bobo, 6 metrga uzunligi 7 metrga, bundag'asi 4 bo'lsa kerak ha. 7 ga 4. Hop, arqa tomonimiz dala, devor teshilgan, mana vozdux aylanish uchun juda yaxshi sharoitlar qilingan. Tepada mana bunday penoplastlarni tashab chiqqan, issiq o'tkazmasligi uchun. Keyin ventilatorlar qo'yib chiqqan, har 4 metr 5 metrga havo aylanish uchun. Mana ular olinadi, yozga qo'parib yechiladi, havo aylanish uchun. Xo'p, suv idishini kelsak, mana xuddi shunday u yoqdagidek. Bunday ham gaz balon, ikkitasini vart qilib, bir qilib oyoqlarini qo'yib, o'rtasidan bo'lib kesib suv uchun bu. Tagi oddiy to'proq, hech qanday stashka shtima bo'lmagan. Xo'p, oxirlariga kelsak, bu ham xuddi shunday, o'nlik strapel, ikkitani bitta qilganlar, ichini mana primoy qilib, dispa qoqilgan. Mana ular ko'tariladi, mana hammasi. Ular sharoitlar zo'r. Bu yoqlar mana steshka qilingan. 1 metr, 1,5 metrga bundag'asi 35 metr ekan. Xo'p, har 6 metr, 4 metrga bo'lingan qo'ylar. Mana qo'ylarga keldik. Bu yerda mana kulchatlar, ventilatorlar emas qo'yilgan. Aylanish uchun buragichlar. Mana qo'ylar. Xo'p, bu yerda hoji bobo, bu yerda qo'ylar necha dona opshi? Hozir bunisi bu qoradagi Bu yerdagi 38 ta. 38 ta, hammasi qo'zilari bilan bular. Qo'zilari bilan 38 ta ekan. Bular уже tug'ib bo'ldi, hammasi bolalar bo'ldi. 3 oy 4 oyda bo'ladi. 3 oy 4 oyligan qo'zi. Endi hali qo'chqor qo'shilmadi, hoji bobo? Yo'q, endi nasib. Endi nasib bo'lsa endi qo'shiladi. Endi qo'shamiz. Ha, ertadan mana qo'chqor qo'shilish arafasida ekan. Bular hammasi o'sha men aytgan qo'ylar, o'sha 2 tadan 3 tadan tug'adigan qo'ylar mana. Bu yerda mana bolalari. Bu ikkinchisi, ikkinchi qo'ra bu, ikkinchi partiya. Yoqqan bo'lsa bitta layklar bosib qo'yamiz. Hali ham bosmagan bo'lsa, yana bosamiz. Chorvaga qiziquvchilarga yuborib qo'yamiz shu videoni. Kommentariyalarga yozib qo'yamiz, mashalloh deb. Mana hop, keyingisi bu yerda. Bu yer ham mana shu 6 metr hop bo'lingan. Bu yerda mana hop 1 2 3 4 5 ta ekan, yana 5 ta ona qo'y. Bular ham qo'chqorga qo'yilish arafasida, chunki bolasidan уже ajragan. Endi bugun nasib bo'lsa qo'yiladi, hoji bobo. Ana nasib bo'lsa ana qo'chqorga qo'shar ekan buni, bu partiyani. Bular hali ozgina bolasi bor, bolasi sutdan emgani hisobiga onasi bilan turibdi. Bular ham qo'shilish arafasida, qo'chqor qo'shilish. Ertadan ajratamiz. Ertadan ajratiladi, hoji bobo. Gapiravering, mana eshityapti hammasi. Ertadan ajratamiz nasib bo'lsa. Keyin qo'chqor qo'shamiz ichiga. Keyin qo'chqor, o'sha katta qo'chqorda, ichiga qo'shiladi, zot yo'nalishda. Ikkita katta qo'chqor. Ana, ikkita katta qo'chqorni shu qo'yar ekanlar. Zot yo'nalishda bu hammasi. Xo'p. Mana bu yerda ko'pligini nimasida, u yoqda mana aylar ko'rinib turibdi. Bo'lingan ikkita hovli, mana bu yoqda bir qo'ra, bu yoqda bir suruq, mana bir qo'ra qo'ylar. Bu yoqda mana hoji bobomiz o'zi qaraydi, yoqda xolam qaraydi. Ikkiga bo'lingan mana shu 2 kishiga, chunki bir kishiga qiyinlik qiladi qarash qo'yga. Endi soni ko'p-da hoji bobo, to'g'rimi? Nima dedingiz? Barakasini bersin. Hoji, bularni ukoli qanday? Hali qilindimi yo endimi?
vaksinatsiya O'tgan oy qilindi endi. o'tgan o'qilindi. Qarang, hozir bolalik qo'yga ukol qilsa bo'ladimi? Yo'q, bo'ladi, bo'laveradi. Faqat ichida bo'lsa mumkin emas, ha. Ichida beremini bo'lsa mumkin emas. Bola tushib qolish xavfi bor. Bularga kanaga, Aha. bitga qarshi ukol qilinadi. Ukol uradi. Keyin nima o'zgarish uchun ukol qilinadi. Aptitlarni ochib, ha. Qo'ylar hammasi bu yerda qanday 2 tish 4 tish yoshi 2 tish 4 tish deydi. Qanaqa bular? 4 tish bo'lsa kerak, ha. 4 ta bo'lsa 4 yosh bo'ladi-da. 2 ta bo'lsa 2 yosh bo'ladi. Bular hozir endi 2 yosh, 3 yosh deymiz. 2 yosh, 3 yoshli qo'ylar, ha. Mana shu qo'ylarning hammasidan ko'payib ketgan, shuncha ko'p. 3 ta tuqqanlar, 3 ta tug'ilgan qo'ylar. Mana bu 3 ta tug'adi. Mashalloh, barakasini bersin. Havasim keldi. Salam, nima qilsa, ozroq boqsa, o'ziga ketib qoladi. O'zi yetarli, semiz. Buni bolalari nasib bo'lsa 3 tadan tug'ib ketadi. Hammasi. Hammasi bor. Nasib Eng bo'lsa kam 2 ta tug'adi. eng kam 2 tadan. Yo'q degan. Ana, eng kam eshitdilaring, eng kam 2 tadan tug'ar ekan. Yo'q deganda, mana men emas, mana egasini o'zi aytib turibdi. Bular sal bezovta bo'lyapti, odam kelgan. Qo'rqadi. Qo'rqdim. Endi hoji bu yerda hozir qo'zilar soni nechta opshi? Qo'zilar opshi mana bu naryoq bilan bu yoqda Ajratganimizdan bergan. Bu yerga 10 tami qolgan. 10 ta, naryoqda ham bir 20 talar bor ekan, 20 ta, 20 u yoqda. 32 ta bor. 32 ta, 10 ta, Ajratilgan. 42 ta qo'zi, ha, mana bir sezonda o'zida nasib bo'lsa. Endi hozir qo'chqor qo'shilgandan keyin yana endi keyingi paytda o'sha yoz oxirlariga-da bor. Shu Endi mana shu hozir endi fevralga qo'ysak nasib bo'lsa. fevral, mart, aprel, may, iyun yozga, ha, yozning o'rtalariga, chillaga yana bir qo'zilar ekan bular. O'sha mana ko'rdingizmi? Bir yilda 2 marta hosil bo'lyapti deganda. Mana yangi yildan keyin to yangi yilgacha bir yil mana 2 marta bo'lyapti. Shundan yaxshi qo'yda baraka bor-da mana. Qo'ylari o'zini hoji buvani o'zi qaraydilar. O'zi yemini berib, o'zi mana suvlarini berib, o'zlari qaraydi. Hoji buvani o'zi shu yerga shug'ullanadi shu qo'y bilan. Bir yilga 2 marta qo'zilaydi. Bir yilga 2 marta hoji buva. Olam sotyapti ko'pini. Ko'pi sotildi hoji buva. Yelanib kelib 3 milliondan 3 million olib ketdi 2 oylik qo'zilar. Egizakda u. Shunday. Men o'zim ham oldim hoji buva. Men o'zim ham oldim. Lekin yaxshi o'zgaryapti ko'stingiz. Xudoga shukr. O'zgaradi. Qarashga bor. Qarashga bog'liq, hoji buva. Vaqtiga emini ber, vaqtiga suvini ber. Ehtiyoj bir şey. Shunday. Mehr bilan, mehr berib, ha, mehr yashang hoji buva. o'zi yaxshi. Ana. Hoji bu biznes qancha bo'ldi? 2-3 yilchalar bo'lib qoldi boshlaganlaringizga. O'sha mana 3-yil. Nechta qo'ydan boshlayapsiz? 3 tami, 4 tami? 10 ta qo'ydan, ha? 10 ta qo'ydan mana shuncha bo'ldi mana 3 yilda. Ko'rdilaringizmi? O'zi mana real egasini o'zidan eshityapsizlar hozir. Sotildi, araga sotildi deyapti, so'yildi, o'shadan qolgani shuncha. 10 ta qo'chqorni 50 millionga olib ketdi. Ana 10 ta qo'chqor 50 millionga olib ketibdi uydan. Tandirga qilib ketadi. Tandirga, tandirchilarga olib ketganda uydan. Bozorga chiqdi qanchasi deng? 6 oy 7 oy qolsa, bozorga chiqib. Shunday. Shundan qolgan yana shuncha. Gap. 82 ta qoldi. 82 ta bo'libdi, mana bu yoqda, ana. Qolgani 82. Bu yil yana ko'payib ketadi, hoji buva. Bir 200 taga borib qoladi, xudo xolasa. Keyingi hosillar bilan, ha. Gapi barakasini bersin mana. Mana boqish kerak-da qo'ydi. 200 dan oshib ketadi. 200 dan oshadi. Aytganingiz kelsin, hoji buva. Nasib bo'lsa mana. Zarur deb qo'yib sotamiz. Shunday, zarur bo'lsa, hozir og'aydan bir pul so'rayman desangiz, hech kim bermaydi. O'zingizdan chiqadi mana. Bu qo'y payg'ambarimiz nimasida? Ana. Jannatdan chiqqan bu. Shunday. Bu jannatdan chiqqan. Alloh yuborgan zotda bu. Shunday. Chunki har bir insonni o'yiga
ikkita uchta qo'y boqsa shu baraka kelib Shunday. turadi. Bitta qo'y, bitta Barakali. baraka, ikkita qo'y, ikkita Kelib turadi, baraka kelib turadi. Baraka Shunisi hoji yaxshi. bobo, to'ppa to'g'ri. Mana Nima deydi? Mol beldi quvvatida. yashang. Yo'q, zarur deb qo'ying, shunday sotasizda, Yashang. ishingizni bitkazib olasiz. Tamom. Ana aka, eshitdilang a? Mana hoji bobomiz o'zidan mana o'zlari qarab mana shu gapni aytib turibdilar. Mana shu o'zi boqib mana shuncha qilibdilar. Bo'la. Vaqtingiz bormi? Mana yerdan ikkita qo'ylarni chiqarish kerak edi, baqa. Mana yer 3 ta katta qo'yzi bor, shuni nari qo'shib olishimiz kerak. Olib chiqarib beraman bu. Narani chiqarib berdim o'zi mana. Bu yerdan ham chiqarish kerak. Hozir kirib o'zim chiqarib berdim. Qani keyin qo'shqorni olib kelishimiz kerakmi, qo'shish kerak. Hozirmi? Hozir. Katta qo'shqor. Bo'ldi, hozir qilamiz hoji bobo. Turib aytsam, ishim ko'p ketyapman debdi. Ha, bo'ldi. Hozir mana hoji bobo syomkani tugatamiz. Shunga qo'shamiz. Ha, bunga qo'shiladi, o'sha qo'shqor. Uyingizdan qo'shsak, Aha. Xudo nasib qilsa, Aha. fevral bo'lsa, fevral, mart, aprel, may, iyun. Iyunlam deng. Iyunda 15-20sini tug'ib boshlaydi. Ana, avgustga bormaydi xullas. Avgustgacha bo'lmaydi. Avgust, sentyabr, oktyabr ana o'sha yana nima qilib qo'zini ajratib yana qo'shqor dekabr qo'shamiz. qo'yib, Dekabr shunday. Demak, yiliga 2 marta olsa bo'ladi, hoji bobo hosil. Ko'plar buni yozyapti, bo'lmaydi, 1 marta. Bir yilga 2 marta. 2 marta. Alloh taolo shunaqa qo'yganda, qarang, shunday hayvonni odamga bo'ysundirib. Mana qarang. O'zidan ko'payib ketaveradi. O'zidan ko'payib ketaveradi. Parvarish qilish Faqat kerak, parvarish, qarash kerak, hozir. Qarash kerak. Qarasangiz bo'ldi. Qarash ham qanday bir yarim soat, 1 soat vaqt oladi bir kunda bor. Ko'p ketib bir soat vaqt. Shunday. Faqat yemi qashaga. Qashagini bedansi tayyorlab qo'yasiz. Shunday. Bezarar. Shunday. Qaysi qo'zilar olib chiqish kerak? Qarang, men yerga qarang. Kichkinalardimi? Hayla, mana katta qo'chqor, oq qo'chqor bor. Keyin katta qo'chqor bor. Mana bu katta qo'chqor. Ha. Nechta o'zi olib? Manami? Ha. Kattalarni chiqarishimiz kerak-da. Nari setkidan nari o'tkazadi. Ha, bo'ldi, tushundim. Setkidan. Bo'ldi, hozir chiqaramiz. Ajralganlar baqiryapti-ku, onasini sog'inyapti yemish. Ha, sutdan olsin, qayt kelyapti. Kayfidan uzildi-da. Shunday. Endi ular boqiladi. Men hayron qoldim. Nimaga bular bunday baqiryapti? Ochmi deyman, och desam, yemi turibdi nimasi, yemagan. Mana qarang, endi katta. Bo'ldi, hoji bobo, hozir men bo'lmasa shunday syomkani o'chiraman, telefonni sizga beraman, kirib olib chiqib tashlaymiz qo'ylarni. Keyin oyoqlarni bir tozalab ketaveramiz. Bo'ldi bo'lmasa. Xo'p, hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Alloh hammalarning chorvalaringga rizq va baraka bersin.